Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun biz hammamizni tashvishga soladigan, ammo juda kam tushuniladigan bir muhim masalani chuqur tahlil qilamiz. Keyingi pensiya to'lovingiz to'g'ri va o'z vaqtida kelishi uchun nima qilish kerak? Bu savol har bir pensioner uchun, har bir oila uchun o'ta muhim. Chunki pensiya ko'pchilik uchun yagona yoki asosiy daromad manbai hisoblanadi. Pensiya ta'minotida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammo, kutilmagan kechikishlar yoki xatolar katta qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda qimmatli bo'lishi mumkin. Hoziroq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki siz beradigan har bir like va har bir obuna ushbu muhim ma'lumotlarning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo pensiya tizimida so'nggi yillarda qanday o'zgarishlar ro'y berganini va bu o'zgarishlar sizning pensiya olish jarayoningizga qanday ta'sir qilishini tushunib olaylik ilgari. Ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyalarini bevosita pochta bo'limlari orqali naqd shaklda olardi. Bu tizim o'ziga xos afzalliklarga ega edi. Siz pochta bo'limiga borasiz. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatasiz va pulingizni qo'lingizga olasiz. Ba'zi hollarda keksa yoshdagilar yoki nogironligi bor shaxslar uchun pochta xodimlari pensiyani uyga olib kelib berishardi. Bu tizimda asosiy e'tibor shaxsni bevosita ko'rish va hujjatni qo'lga olishga qaratilgan edi. Ma'lumotlarni raqamlashtirish darajasi past bo'lib, ko'pchilik hujjatlar qog'oz shaklida saqlanardi. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan kam bog'langan edi. Bu esa ba'zida muammolarni aniqlashni qiyinlashtirardi. Agar sizning manzilingiz o'zgargan bo'lsa ham, pochta xodimi sizni bilishi yoki mahalla orqali ma'lumot olishi mumkin edi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat pensiya tizimini to'liq raqamlashtirish va shaffoflikni oshirish yo'lidan bormoqda. Endi pensiyalar asosan bank kartalariga o'tkaziladi. Bu tizimning bir qator afzalliklari bor. Xavfsizlik, tezlik, navbatlarning kamayishi va har qanday vaqtda pul olish imkoniyati. Lekin bu o'zgarishlar o'zi bilan yangi talablarni va ba'zi xavotirlarni ham olib keldi. Hozirda pensiya to'lovlari avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni har bir pensionerning ma'lumotlari yagona elektron bazada saqlanadi va ushbu ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Pensiya jamg'armasi, banklar, pasport bo'limlari, FAJR fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari kabi davlat idoralarining ma'lumotlar bazalari o'zaro integratsiyalashgan. Bu shuni anglatadiki, agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda biror o'zgarish yuz bersa, masalan, pasportingiz muddati o'tsa, yashash manzilingiz o'zgarsa yoki bank kartangiz yangilansa, bu ma'lumotlar tizimda tezkor aks etishi va pensiya jamg'armasiga yetib borishi kerak. Aks holda avtomatlashtirilgan tizim ma'lumotlardagi nomuvofiqlikni aniqlab, to'lovni vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu o'zgarishlar zamirida pensiya tizimining xavfsizligini oshirish, firibgarliklarni oldini olish va mablag'larni aniq manzilga yetkazish maqsadi yotadi. Ammo bu o'z navbatida har bir pensionerning o'z ma'lumotlarini doimiy ravishda nazorat qilib borishini talab qiladi. Pensiya to'g'ri kelishi uchun nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling endi. Pensiya to'lovingiz uzluksiz kelishi uchun qanday jihatlarga e'tibor berish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qismda kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerakligini va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Birinchidan, shaxsiy ma'lumotlaringizning dozorligi bu eng muhim jihat. Sizning ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, JSHIR kabi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlarga to'liq mos kelishi shart. Kim xavotir olishi kerak? Ayniqsa quyidagi toifadagi shaxslar xavotir olishlari va o'z ma'lumotlarini tekshirishlari shart. 1. Pasportining muddati o'tgan yoki yaqin vaqt ichida o'tishi kerak bo'lganlar. Real hayotiy misol. Murod aka 18 yoshda. Pensiyani Xalq bankidagi kartasiga oladi. Uning pasportining muddati 2023 yil dekabr oyida tugagan. Murod aka buni uncha e'tiborga olmagan, chunki bank kartasi ishlayapti va u do'konlarda to'lov qilyapti. Ammo pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasi muntazam ravishda pasport bo'limi bazasi bilan taqqoslanadi. Tizim Murod akaning pasporti haqiqiy emasligini aniqlagach, uning shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik borligi sababli pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatib qo'ydi.
Murod aka yanvar oyida pensiya kelmaganini ko'rib, bankka murojaat qildi. Bank xodimlari uning pasporti muddatini ko'rib, avval pasportni yangilash kerakligini aytishdi. Murod aka yangi pasport olgandan so'ng pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga borib, ariza yozdi va ma'lumotlarni yangiladi. Bu jarayon taxminan bir hafta vaqt oldi va Murod aka bir oylik pensiyasini kechikish bilan oldi. Agar oldindan pasportini yangilaganida bu muammoga duch kelmas edi. 2. Yashash manzilini o'zgartirganlar. Real hayotiy misol. Oygul opa 75 yoshda Toshkent shahridagi farzandlarining yonida yashash uchun qishloqdan ko'chib keldi. U ilgari pensiyani pochta orqali qishloq uyiga olardi. Oygul opa doimiy propiskasini Toshkentga o'zgartirdi. Ammo bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Pensiya jamg'armasi tizimi Oygul opaning yashash joyi haqidagi ma'lumotlarda nomuvofiqlikni aniqladi, chunki u endi eski manzilda yashamaydi. Pensiya to'lovi bir oy davomida eski manziliga yuborildi va pochta xodimlari uni topa olmaganlari uchun pulni qaytarishdi. Pensiya to'lovi to'xtatildi. Oygul opa pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga yangi manzili bo'yicha ma'lumotlarni tasdiqlash va pensiyani yangi manzili orqali olish uchun qayta ariza yozish kerakligi tushuntirildi. Agar u darhol yangi manzilni rasmiylashtirib, pensiya jamg'armasiga xabar berganida pensiyasi uzluksiz kelardi. Uch bank kartasini almashtirganlar, yo'qotganlar yoki muddati o'tgan bank kartasidan foydalanayotganlar. Real hayotiy misol. Gulnora xola 70 yoshda Xalq bankidagi pensiya kartasining muddati tugaganini sezmadi. Yangi karta olish uchun bankka murojaat qildi va yangisini oldi. Lekin pensiya jamg'armasiga yangi karta raqami haqida xabar berishni unutdi. Natijada pensiya jamg'armasi pensiyani eski muddati o'tgan karta raqamiga o'tkazib yubordi. Pul bank tizimida muzlatilgan holatda qoldi, chunki eski karta allaqachon faol emas edi. Gulnora xola bir oy pensiyasini ola olmay tushkunlikka tushdi. Bankka murojaat qilganda unga yangi karta ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerakligi tushuntirildi. U pensiya jamg'armasiga borib yangi karta raqamini taqdim etgandan so'ng pensiya keyingi oyda 2 barobar miqdorda keldi. Ammo bir oy davomida moddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Dard, nogironlik pensiyasini oluvchilar va nogironlik guruhini tasdiqlash muddati yaqinlashayotganlar. Real hayotiy misol. Botir aka 55 yoshda 3-guruh nogironlik pensiyasini oladi. Uning nogironlik guvohnomasining muddati 2024 yil aprel oyida tugashi kerak edi. Tizim Botir akaning nogironlik muddatini tekshirganida uning guvohnomasi muddatining tugashiga yaqin qolganini aniqladi. Pensiya jamg'armasi unga tibbiy mehnat ekspert komissiyasi dan qayta o'tish zarurligi haqida xabar yuborgan edi. Ammo Botir aka bu xabarga e'tibor bermadi. Muddat o'tgach aprel oyida pensiya to'lovi to'xtatildi. Botir aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga temakdan qayta o'tib, nogironlik guvohnomasini yangilash kerakligi aytildi. U temakdan o'tib, yangi guvohnomani olib kelgunicha bir oydan ortiq vaqt ketdi va bu orada pensiyasiz qoldi. 5. Vaqti bilan davlat organlari tomonidan tekshirilishi kerak bo'lganlar, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun farzandining o'qishini tasdiqlash. Real hayotiy misol. Dilfuza opa 20 yoshda marhum turmush o'rtog'idan qolgan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Chunki uning 19 yoshli qizi universitetda o'qiydi. Har o'quv yili boshida qizining o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga taqdim etishi shart edi. Dilfuza opa bu yil bu haqda unutdi. Sentabr oyida pensiya kelmadi. Pensiya jamg'armasi tizimi qizining o'qishini tasdiqlovchi yangi ma'lumotnoma kelmaganligi sababli to'lovni to'xtatib qo'ydi. Dilfuza opa pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga qizining universitetidan yangi ma'lumotnoma olib kelishi kerakligi aytildi. Bu hujjatni olib kelib topshirgandan so'ng pensiya qayta tiklandi va sentabr oyining pensiyasi ham birgalikda to'lab berildi. Ammo bu vaqt davomida u stress va tashvishga tushdi. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning quyidagi sharoitlar doimiy bo'lsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin, ammo baribir ehtiyot choralarini ko'rish zarar qilmaydi. Pensiyani bank kartasiga doimiy va muammosiz qabul qilsangiz, pasportingizning amal qilish muddati yana bir necha yillar davomida tugamasligi, yashash manzilingizni oxirgi yillarda o'zgartirmagan bo'lsangiz, nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, nogironlik muddati doimiy belgilangan bo'lsa, barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz elektron bazalarda to'g'ri aks etayotganiga amin bo'lsangiz, masalan, ya IDXP orqali tekshirish. Har qanday holatda ham
pensiya oylik to'lov kelishiga yaqin qolganida, masalan, har oyning ertasida bir marta bank ilovasi orqali balansni tekshirish yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib ma'lumotlaringizni tasdiqlash hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Bu kichik bir harakat sizni katta muammolardan qutqarishi mumkin. Qoidalarga istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi. Pensiya tizimida ham ba'zi istisnolar, kutilmagan vaziyatlar va nozik jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizga yordam berishi mumkin. Birga vasiylik va homiylik masalalari. Agar pensioner yoshi yoki sog'lig'i tufayli o'z pensiyasini mustaqil ravishda boshqara olmasa, unga vasiy yoki homiy tayinlanishi mumkin. Vasiy yoki homiy pensioner nomidan pensiyani olish huquqiga ega bo'ladi. Ammo bu jarayonning o'ziga xos talablari bor. Vasiylik yoki homiylikni tasdiqlovchi hujjatlar muntazam ravishda yangilanib turishi kerak. Agar vasiylik muddati o'tsa yoki vasiyning o'zi o'zgarib qolsa, pensiya jamg'armasiga bu haqda darhol xabar berilishi shart. Agar bu ma'lumot yangilanmasa, tizim to'lovni shubhali deb hisoblab to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, Takasin yoshli Fazilat buvining pensiyasini qizi Mohira oladi. Mohira vasiylikni rasmiylashtirgan, ammo vasiylik muddati 2 yilga berilgan edi. Agar Mohira bu muddat tugaganidan so'ng vasiylikni uzaytirmasa yoki yangilamasa, pensiya jamg'armasi to'lovni amalga oshirmaydi. Chunki Mohiraning pul olishga qonuniy haqqi tugagan bo'ladi. Ikki chet elda yashovchi pensionerlar yoki xalqaro shartnomalar. Ba'zi mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha xalqaro shartnomalar mavjud. Agar siz chet elda doimiy yashasangiz va O'zbekistonda pensiya olsangiz, sizdan ba'zan konsullik idoralari orqali shaxsingizni tasdiqlashingizni so'rashlari mumkin. Bu hayotda borlik deb ataladigan tasdiqlashdir. Agar bunday tasdiqlash o'z vaqtida taqdim etilmasa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuningdek, chet elga uzoq muddatda ketayotgan pensionerlar pensiya jamg'armasini bu haqda ogohlantirishlari va pensiyani olish tartibini aniqlab olishlari shart. O'ta texnik nosozliklar va inson omili. Avtomatlashtirilgan tizimlar qanchalik mukammal bo'lmasin, ba'zida texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Bank tizimida yoki pensiya jamg'armasi tizimida vaqtincha xatolar ro'y berishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya to'lovi bir necha kun kechikishi mumkin. Odatda bu muammolar tezda bartaraf etiladi, ammo pensionerlar bu holatlarga tayyor bo'lishlari va darhol vahimaga tushmasliklari kerak. Agar to'lov bir necha kundan ortiq kechiksa, yuqorida aytilganidek darhol pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qilish lozim. Shuningdek, pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan ma'lumotlarni kiritishda inson omili sababli xatolar ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, familiyada harf xatosi, bank rekvizitlarida noto'g'ri raqam kiritilishi. Bunday xatolar ham to'lovning to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni rasmiylashtirishda ma'lumotlarni 2 marta tekshirishni so'rang. 4. Muddatidan oldin pensiya olish huquqi. Ayrim toifadagi fuqarolar qonun hujjatlarida belgilangan shartlarga ko'ra muddatidan oldin pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu holatlarda pensiya olish uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi va ularning davriyligi doimiy ravishda kuzatib borilishi kerak. Masalan, farzandining nogironligi bo'lgan onalar belgilangan yoshdan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Bu holatlarda farzandning nogironligi haqidagi hujjatlar muntazam yangilanib turishi talab qilinadi. 5. Pensiyadan ushlab qolishlar. Ba'zi holatlarda sud qarorlari, ijro varaqalari yoki ortiqcha to'langan pensiya summasini undirish kabi sabablar bilan pensiyadan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Bu pensiyaning kechikishiga emas, balki miqdorining kamayishiga olib keladi. Agar siz pensiyangiz kam kelganini sezib qolsangiz, buning sababini pensiya jamg'armasidan so'rashingiz shart. Ba'zan pensionerga ortiqcha to'langan pensiya summasi aniqlansa, keyingi to'lovlardan ma'lum foiz miqdorida ushlab qolish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. Bu haqda pensionerga oldindan xabar berilishi shart, ammo ba'zida bu xabarnomalar yetib bormay qolishi ham mumkin. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa ushbu barcha ma'lumotlardan kelib chiqib, sizning pensiya to'lovingiz har doim to'g'ri va o'z vaqtida kelishini ta'minlash uchun qanday aniq qadamlar qo'yish kerakligini ko'rib chiqamiz. Bu siz uchun aniq ko'rsatmalar bo'ladi. 1. Shaxsiy ma'lumotlaringizni muntazam ravishda tekshiring va yangilang. Pasportingiz, har doim pasportingizni amal qilish muddatini bilib yuring. Muddat tugashidan kamida 2 oy oldin
uni yangilashga harakat qiling. Yangi pasport olganingizdan so'ng iloji bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib, ma'lumotlaringizni yangilanganini tasdiqlab qo'ying. Garchi bu ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanishi kerak bo'lsa-da, ortiqcha ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi. Yashash manzili. Agar doimiy propiskangizni o'zgartirsangiz, pensiya jamg'armasini bu haqda darhol xabardor qiling. Buni DXM davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bank kartasi, agar bank kartangizni almashtirsangiz, yo'qotsangiz yoki muddati tugasa va yangisini olsangiz, yangi karta raqamini pensiya jamg'armasiga zudlik bilan taqdim eting. Buni Xalq banki bo'limlari orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limida amalga oshirishingiz mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari barcha shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, pensiya to'lovi bilan bog'liq muammolar bo'yicha murojaat qilish uchun asosiy joy. Davlat xizmatlari markazlari DXM ko'plab davlat xizmatlarini, shu jumladan pasport va propiska bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun bir oyna tamoyili asosida ishlaydi. Bu yerda siz pensiya jamg'armasiga ma'lumot yuborishda yordam olishingiz mumkin. Xalq bankining hududiy bo'limlari. Pensiya kartasi bilan bog'liq masalalar, yangi karta olish yoki karta raqamini pensiya jamg'armasiga yetkazish bo'yicha yordam beradi. Esda tuting, pensiya asosan Xalq banki orqali to'lanadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (IDXP) Mayak.uz. Bu portal orqali pensiya hisobingiz holatini tekshirishingiz, ba'zi ma'lumotlarni onlayn yangilashingiz yoki so'rab yuborishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, yangi namunadagi fuqarolik pasporti, ID karta, pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, bank kartasi ma'lumotlari, yangi karta olgan bo'lsangiz, karta raqami. Propiska o'zgargan bo'lsa, yangi propiska tasdiqlangan hujjat. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun tamayik xulosasi, nogironlik guvohnomasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun o'quv yurtidan ma'lumotnoma har o'quv yili boshida. Vasiylik yoki homiylik hujjatlari agar tegishli bo'lsa, nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga yoki boshqa tegishli organga murojaat qilganingizda odatda maxsus shakldagi ariza blankalari mavjud bo'ladi. Sizga ariza yozishda yordam berishadi. Muhimi, arizada o'zim familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, SSHR raqamingizni aniq ko'rsatishingiz va murojaat sababini, masalan, pasport ma'lumotlarim yangilanganligini pensiya jamg'armasi bazasiga kiritishingizni so'rayman yoki yangi bank karta raqamimga pensiya o'tkazilishini ta'minlashni so'rayman. Aniq bayon qilishingiz kerak. Arizaga tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qilishni unutmang. 5. Pensiya holatini doimiy nazorat qiling. Har oy pensiya tushishiga yaqin sanalarda bank ilovangiz orqali pul tushganini tekshiring. Agar odatiy sanada pensiya kelmasa, darhol pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki MyBitDakov.uz orqali so'rov yuboring. O'z muammongizni kechiktirmang, chunki bu vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar. Bugun biz pensiya to'lovingiz to'g'ri va o'z vaqtida kelishi uchun zarur bo'lgan barcha muhim jihatlarni batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin. Raqamlashtirish davrida har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlarining dolzarbligi va to'g'riligi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Oddiy qilib aytganda, pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingiz mevasi va uning har bir tiyini sizga tegishli va o'z vaqtida yetib kelishi shart. Faqatgina sizning o'zingizning e'tiboringiz va faolligingiz bu jarayonning muammosiz kechishini ta'minlaydi. Kichik bir tekshiruv yoki ma'lumotni yangilash uchun sarflangan vaqt kelajakda katta bosh og'riqlardan va moddiy qiyinchiliklardan saqlaydi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali va amaliy bo'ldi. Agar sizda yana savollar bo'lsa yoki pensiya bilan bog'liq shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning savollaringiz va tajribangiz boshqalar uchun ham juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu bizga bunday muhim va amaliy ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha